Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 sentyabrgacha ayrim pensionerlarga to'lanishi kerak bo'lgan pullar yangi ro'yxatga kiritilish. Qayta hisob-kitob, kechikkan to'lovlar va hujjatdagi xatolar sabab odamlar ololmay qolayotgan summalar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan oddiy ko'ringan joylarda qilinadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga keraksiz gaplarsiz, amaliy va tushunarli qilib hammasini ketma-ket aytib beraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensioner pensiyasini har oy belgilangan tartibda bank kartasi yoki pochta orqali olardi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, bank kartasi va pensiya ishi bo'yicha hech qanday muammo bo'lmasa, to'lov odatda o'z vaqtida kelardi. Lekin amaliyotda hamma narsa bunday silliq bo'lmaydi. Kimdadir pasport almashtirilgan, lekin ma'lumot tizimda yangilanmagan. Kimdir boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan. Kimningdir bank kartasi muddati tugagan, kimdir kartani yo'qotgan. Kimdir esa pensiya miqdori qayta hisoblanishi kerakligini bilmagan. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, hozir pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning shaxsi, yashash joyi, bank rekvizitlari, ishlagan davri, hujjatlari, nogironlik holati, boquvchisining yo'qotganlik asoslari, indeksatsiya va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tekshiriladi. Shu tekshiruvlar natijasida ayrim fuqarolar yangi ro'yxatga tushadi. Ayrimlar esa ro'yxatda bo'lsa ham to'lovni vaqtida ololmay qoladi. Mana shu joyda 15 sentyabrgacha masalani aniqlashtirib olish juda muhim. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Agar pensionerning to'lovi to'xtab qolgan bo'lsa, kamayib qolgan bo'lsa, qo'shimcha pul tushmagan bo'lsa yoki ilgari olinmagan summa bor bo'lsa, bu pul avtomatik tarzda keladi deb kutib o'tirish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan tizimda bitta raqam noto'g'ri kiritilgani, bitta hujjat yetishmagani yoki bank hisob raqami yangilanmagani sabab pul ushlanib qoladi. Natijada odam o'ziga tegishli pulni kech oladi yoki umuman ariza bermasa, masala cho'zilib ketadi. Birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Men buni guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyasi yaqinda tayinlangan fuqarolar. Masalan, fuqaro avgust oyida pensiya yoshiga yetdi, hujjat topshirdi, lekin birinchi to'lov hali to'liq kelmadi. Bunday holatda sentyabr oyigacha pensiya tayinlangan sana, hujjat qabul qilingan sana va birinchi to'lov summasi alohida tekshirilishi kerak. Chunki ba'zan birinchi oy uchun to'lov to'liq oyga emas, pensiya huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Masalan, agar pensiya 10 avgustdan tayinlangan bo'lsa, avgust uchun summa 2 avgustdan emas, aynan 10 avgustdan boshlab hisoblanishi mumkin. Lekin sentyabr oyidan to'liq oylik pensiya kelishi kerak. Ikkinchi guruh pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lgan pensionerlar. Bu kimlar? Masalan, ilgari ish staji bo'yicha hujjat topilmagan, keyin arxivdan ma'lumotnoma chiqqan yoki fuqaro sobiq ish joyidan ish haq to'g'risidagi ma'lumotni keyinroq olib kelgan yoki nogironlik guruhi o'zgargan. Bunday holatda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Agar yangi hisob-kitob bo'yicha pensionerga ko'proq pul chiqsa, farq summasi ham to'lanishi kerak. Bu farq ba'zan kichik bo'ladi. Masalan, oyga taqvimid 1000 so'm. Lekin agar bu farq 6 oy davomida to'planib qolgan bo'lsa, nirtisam tamgan 1000 so'm bo'ladi. Agar farq 1000 so'm bo'lsa va 8 oyga tegishli bo'lsa, 1.200.000 so'mga yetadi. Shuning uchun odamlar ozgina farq ekan deb befarq bo'lmasligi kerak. Uchinchi guruh bank kartasi yoki to'lov usulida muammo bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner pensiyani plastik kartaga oladi. Karta muddati tugagan, yangi karta ochilgan, lekin yangi karta pensiya to'lov tizimiga bog'lanmagan. Bunday vaziyatda pul hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin pensioner uni kartada ko'rmaydi. Ayrimlar pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov qaytgan yoki ushlanib qolgan bo'ladi. Buni bankdan ham, pensiya bo'limidan ham tekshirish kerak. Agar pul bankka yuborilgan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bank izoh beradi. Agar pul umuman yuborilmagan bo'lsa, pensiya bo'limi sababini aytish kerak. 4-guruh manzilni o'zgartirgan yoki boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdi.
doimiy ro'yxat yoki vaqtincha yashash manzili o'zgardi. Agar pensiya ishi eski hududda qolgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar uchun bu juda muhim. Pochta xodimi eski manzilga bo'lsa, pensioner u yerda yashamasa to'lov qaytadi. Keyin pensioner menga pul berishmadi deydi. Aslida masala manzil yangilanmagani bilan bog'liq bo'ladi. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu turdagi to'lovlarda hujjatlar va muddatlar juda muhim. Masalan, farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olmoqda. Lekin u 12 yoshga to'lgandan keyin o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Nogironlik bo'yicha esa tibbiy xulosa muddati, guruh o'zgarishi, qayta ko'rikdan o'tish sanasi e'tiborga olinadi. Bir kunlik kechikish ham keyinchalik bir necha haftalik muammoga aylanishi mumkin. Endi hayotdagi misollar orqali ko'ramiz. Birinchi misol, 6-7 yoshli ona har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U avgust oyida kartasini almashtirdi, lekin yangi karta ma'lumotini pensiya bo'limiga bermadi. Sentabr boshida pensiya kelmadi. Onaxon bankka bordi. Bank bizda tushum yo'q dedi. Pensiya bo'limida esa eski karta bo'yicha to'lov qaytganini aytishdi. Agar onaxon 10 sentabrgacha ariza yozib, yangi karta rekvizitini topshirsa, ushlanib qolgan summa keyingi to'lov bilan yoki alohida tartibda o'tkazilishi mumkin. Agar u buni bilmay bir oy kutsa, muammo cho'ziladi. Ikkinchi misol, 71 yoshli otaxonning ish staji bo'yicha 4 yil arxiv hujjati topilmagan edi. Keyin farzandlari arxivdan ma'lumotnoma olib kelishdi. Natijada pensiya oyiga 20 ming so'mga oshishi kerak bo'ldi. Agar qayta hisoblash 5 oy oldingi davrga tegishli bo'lsa, 600 ming so'm farq paydo bo'ladi. Bu pul o'z-o'zidan har doim ham tez tushmaydi. Hujjat qabul qilingani, ariza sanasi, qayta hisob-kitob qarori va to'lov jadvali tekshirilishi kerak. Mana shunday holatda odam o'z haqini talab qilmasa, keyin ko'ramiz degan javob bilan vaqt ketib qolishi mumkin. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 18 yoshdan oshgan, lekin universitetdan o'qiyotgani haqida ma'lumotnomani kech topshirgan. To'lov vaqtincha to'xtatilgan. Keyin ma'lumotnoma topshirilgandan so'ng kun, agar u haqiqatan ham uzluksiz o'qiyotgan bo'lsa, to'xtagan davr uchun ham qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Lekin buning uchun men o'qiyapman deb og'zaki aytish yetmaydi. Rasmiy ma'lumotnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza va pensiya ishi bo'yicha tekshiruv kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, karta ishlayapti, manzil o'zgarmagan, hujjatlaringizda xato yo'q, pensiya turi o'zgarmagan va sizda qo'shimcha qayta hisoblash talabi bo'lmasa, katta ehtimol bilan sizda muammo yo'q. Lekin baribir men bir narsani tavsiya qilaman. Har oy tushgan summani yozib boring. Bugun 20 million ming so'm tutsa, keyingi oy 20 million 200 ming so'm tutsa, sababini so'rash kerak. Ba'zan ushlab qolish, qarzdorlik, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki texnik xato bo'lishi mumkin. Pensioner o'z pulining harakatini bilishi kerak. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ro'yxatga kirdim degani pul ertaga tushadi degani emas. Ro'yxatga kiritish, hisob-kitob qilish, to'lov hujjatini shakllantirish. Bank yoki pochta orqali yetkazish alohida jarayonlar. Masalan, siz 12 sentyabrda hujjat topshirdingiz. Xodim hujjatni qabul qildi. Bu yaxshi. Lekin to'lov shu kuni tushmasligi mumkin. Chunki tizimda tekshiruv, tasdiqlash va to'lov jadvali bor. Shuning uchun har bir bosqichni so'rab aniqlang. Hujjat qabul qilindimi? Ro'yxatga olindimi? Qayta hisoblash qarori chiqdimi? To'lov qachon yuboriladi? Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan javob bilan cheklanib qolmang. Telefon orqali hammasi joyida deyishlari mumkin. Lekin sizda yozma ariza yoki ariza raqami bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Har doim ariza topshirganda kirim raqamini, sanasini yoki elektron murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar siz my.uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmat orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. Agar tuman pensiya bo'limiga borsangiz, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki nusxa oling. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf yoki raqam ham muammo chiqaradi. Masalan, pasportda familiya Karimova deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Karimova o'rniga boshqa imlo bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda 1977 yil,
boshqa hujjatda 1975 yil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami noto'g'ri ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya bo'limi hujjatni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Shuning uchun arxiv hujjatlarini olganda darhol ism, familiya otasining ismi, tug'ilgan sana, ish joyi, lavozim va sanalarni tekshiring. 4-nozik jihat. Hamma qo'shimcha pul ham hammaga bir xil berilmaydi. Ko'pchilik qo'shnimga falon summa tushibdi, menga ham tushishi kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya miqdori individual hisoblanadi. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, qaramog'idagi shaxslar, qonunchilikdagi indeksatsiya va boshqa omillar ta'sir qiladi. Masalan, ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil ishlagan, ikkinchisi 22 yil ishlagan. Biri yuqori ish haqi olgan, ikkinchisi kamroq olgan. Shuning uchun summalar bir xil bo'lmasligi tabiiy. 5-nozik shart ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan pensionerga avval ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Masalan, hujjatdagi o'zgarish vaqtida xabar qilinmagan, nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov davom etgan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati o'zgargan. Keyin tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'langan pulni keyingi pensiyalardan ushlab qolishlari mumkin. Shunda pensioner nega pensiyam kamaydi deb hayron bo'ladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l ushlab qolish sababi va miqdori bo'yicha yozma tushuntirish so'rash. Qaysi davr uchun qancha summa, qaysi asos bilan ushlangani bilish kerak. 6-nozik jihat, vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men sizni ro'yxatga kiritib beraman. 20 sentyabrgacha pul chiqarib beraman. Oldindan xizmat haqi bering degan odamlarga ishonmang. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar rasmiy tartibda davlat organlari orqali hal qilinadi. Hech kim sizdan noqonuniy to'lov talab qilishga haqli emas. Agar kimdir pul evaziga masalani tezlashtirishni va'da qilsa, bu katta xavf. Siz hujjatlarni rasmiy idoraga topshiring, ariza raqamini oling. Javobni yozma shaklida so'rang. 7-nozik jihat, pochta orqali oladigan pensionerlar. Pochta xodimi kelgan paytda pensioner uyda bo'lmasligi, kasalxonada bo'lishi yoki qarindoshnikiga ketgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda to'lov qaytishi yoki keyingi tarqatish sanasiga qolishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat uyda bo'lmasa, oldindan pochta bo'limi yoki pensiya bo'limiga xabar berish kerak. Ishonchnoma orqali olish masalasida esa hujjatlar notarial tartibda yoki amaldagi qoidalarga muvofiq bo'lishi kerak. Og'zaki qizim olib beradi deyish yetarli emas. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, SMS xabarlarini, bank ilovasidagi tushumlarni yoki bankdan ko'chirma oling. Pochta orqali olsangiz, to'lov qaydnomasidagi summalarni yozib qo'ying. Qaysi oyda qancha oldingiz? Qaysi oyda kechikdi? Qaysi oyda kamaydi? Bularni aniq bilmasdan turib murojaat qilish qiyin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma holat bir xil emas. Shuning uchun o'zingizga tegishli hujjatlarni alohida papkaga joylang. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy va aniq yozing. Mening pensiya to'lovim bo'yicha 11 sentyabrgacha hisoblangan. Lekin to'lanmagan summa bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiya miqdorim, qayta hisoblash asoslari, bankka yuborilgan to'lovlar va ushlanib qolgan summalar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, masala umumiy gap bo'lib qolmaydi. Aniq tekshiruv talab qilinadi. 4-qadam, agar karta muammosi bo'lsa, bankdan rekvizit oling. Faqat karta raqamini aytish yetmasligi mumkin. Ba'zan hisob raqami, bank mefosi, filial nomi va boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bankdan rasmiy rekvizit olib, pensiya bo'limiga topshiring. Agar eski karta yopilgan bo'lsa, buni ham ayting. Pul qayerga ketdi degan savolga javob topish uchun eski karta, yangi karta va pensiya to'lov tizimidagi ma'lumotlar solishtiriladi. 5-qadam, arzangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Og'zaki aytib qaytmang. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'yishlarini so'rang yoki elektron murojaat qilsangiz,
murojaat raqamini saqlang. Keyin javob muddati o'tganda aynan shu raqam bilan so'raysiz. Bu sizning huquqingizni himoya qiladi. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masalan, tuman darajasida masala hal bo'lmasa, viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki rasmiy murojaat portallariga yozish mumkin. Lekin shikoyat yozishda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qaysi summa kelmadi? Qaysi hujjat topshirildi? Qanday javob berildi? Hammasini ketma-ket yozing. 7-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bersin. Ko'p ota-onalarimiz telefon ilovasidan ko'chirma olishni, elektron murojaat yuborishni yoki hujjatlarni skaner qilishni bilmasligi mumkin. Bu uyat emas. Farzandlar ota-onasining pensiya tushumini tekshirib bersa, hujjatlarni tartibga keltirsa, zarur joyga birga borib kelsa, ko'p muammo oldindan hal bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta, yolg'iz yashaydigan yoki sog'lig'i zaif pensionerlar uchun bu juda zarur. 8-qadam, har oy nazorat daftarini yuriting. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Unda oynomi, tushgan summa, tushgan sana, ushlanma bo'lsa miqdori, qo'shimcha to'lov bo'lsa sababi yoziladi. Masalan, iyul 20.320.000 so'm 5 iyulda tushdi. Avgust 20.320.000 so'm 6 avgustda tushdi. Sentyabr 20.120.000 so'm 5 sentyabrda tushdi. 3.000 so'm kam. Mana shunday yozib bo'lsa, idoraga borganda aniq savol berasiz. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 9-qadam, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarang. Hammaga falon summa beriladi. Faqat bugun ro'yxatdan o'ting, pasport rasmini yuboring, karta raqamingizni yozing degan xabarlar xavfli bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy idoralar, banklar, pensiya organlari yoki hukumat portallari orqali tekshiring. Hech kimga karta parolini, SMS kodini, bank ilovasi kodini bermang. Pensionerlarning pullari firibgarlar uchun oson nishon bo'lib qolmasligi kerak. Yana bir muhim maslahat: agar sizga pul tushishi kerak deb hisoblasangiz, lekin aniq summani bilmasangiz, menga qancha pul berasizlar deb umumiy so'ramang. Buning o'rniga mening pensiyaga ishim bo'yicha qayta hisoblash o'tkazilganmi? Qaysi sanadan qancha farq chiqqan? To'lov qaysi sanada amalga oshiriladi deb so'rang. Chunki pensiya xodimi ham aniq savol bo'lsa, tizimdan aniq bandlarni tekshiradi. Agar pensioner kasal bo'lsa yoki idoraga bora olmasa, yaqinlari qonuniy tartibda yordam berishi mumkin. Buning uchun ishonchnoma, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar yoki vakillikni tasdiqlovchi boshqa asoslar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyatda talablar farq qiladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki rasmiy sahifa orqali qaysi hujjat kerakligini aniqlab oling. Shunda idoraga 2-3 marta qatnamaysiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shuki, 15 sentyabrgacha pensionerlar o'z to'lovlarini, qayta hisoblangan summalarni, kechikkan pullarni, karta va manzil ma'lumotlarini albatta tekshirishi kerak. Agar hammasi joyida bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar pensiya kamaygan, kechikkan, umuman tushmagan yoki qo'shimcha pul chiqishi kerak bo'lsa, kutib o'tirmang. Hujjatlarni tayyorlab rasmiy murojaat qiling. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya bu sadaqa emas. Bu insonning mehnati, yoshi, huquqi va qonuniy ta'minoti. Shuning uchun har bir pensioner o'ziga tegishli summani bilishga, so'rashga va talab qilishga haqli. Siz ham o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya holatini bugunoq tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi? Qo'shimcha pul yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'ldimi? 25 sentyabrgacha ro'yxat va to'lovlar bo'yicha qanday savollaringiz bor? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ma'lumot kimningdir o'z pulini vaqtida olishga yordam beradi.